hikmatda vujudingni nom nishonsizlik tuprog'iga ko'm. O'zingni, vujudingni nomsizlik yeriga, tuprog'iga ko'm. Chunki ko'milmasdan, ko'milmagan dondan chiqqan nabot natija meva bermaydi. Yer tepasiga tolg'uzi urug'i tushib qolsa, unadi ozgina. U palak yozib meva bermaydi u. U ko'milgandan keyin beradi. O'zingni nom nishonsizlik, xumul degani shuhratda aksi bo'ladi. Mashhurlik odamlarga tanilish. Xumul hech kim bilmaydigan odam bo'lishlik. Yaxshi nom olishga urinmaslik. Bizlar kim degan odam bo'laman, nima degan odam bo'laman degan narsa bor-ku. O'sha narsani yo'qotish, odamlarning mulohazasini yo'qotish. Abu Yazid al-Bostomiy qaysi bir shaharga kelganlarida endi u kishining shuhrati oldindan yoyilgan bo'lgan hamma joyga. U shayx Bostomiy kelib ekanlar deb butun shaharning ulamolari-yu, fuzalolari-yu, umarolar hammasi kutib olgan chiqqan ekan. Shunaqa Ramazon payti ekan. Unda qarasalar o'ta katta dabdaba bilan kutgan chiqishgan butun xaloyiq. Sekin yonidan xurjunidan nonni olib qars etib chaynab kelayotganmish. Haligini ko'rib odamlar, "Mana shumi sizlar aytayotgan shayx? Ro'zam kunda noya o'tiribdi-yu bu" deb yuz o'girib ketishgan ekan. Uzoqdan ko'riblar. Hammani hafsalasi pir bo'lib. Kelayotgan ekanlarki, shariatning ulug'ligini ko'rdingmi? Bitta ruxsatini olib qancha fitnadan qutuldim degan ekan. Musofirga farz emas u ro'za. O bitta ruxsatini olib shariatning ulug'ligini ko'rdingmi? Qanaqa fitnadan, katta fitnadan qutuldim degan ekan. Mana shu xumul. Ya'ni odamlarning nazdida o'zini tushirish. Odamlarning nazdida o'zini yuqoriga qo'yish emas, odamlar nazdida o'zini tushirish. Shu narsa. Bu yerda endi hozir yana bitta gap aytibdilarki, Shayx Zarruq aytgan ekanlar. Bu o'zingni ko'm deyapti-yu, nomsizlik joyiga. Xuddiki haligi yomon yerga donni ko'mib bo'lmagani kabi xumulni ham kasal holatda qilib bo'lmaydi. Chunki ya'ni shayxni tarbiyasi bilan qilish kerak. Qalbingizda kasal bilan o'zingizcha bir xumulga kirsangiz, undan katta fasod bilan chiqish ham mumkin. Biz shunday kishilarni eshitganmiz, o'sha o'zimiz davrimizda. Hozir ham ba'zilari bor. Savzi kartoshkani archib ovqatga solsa po'shag'ini yeydi. Men deydi, mana shunga loyiqman deydi. O'zini pastga urib po'shaq yeydi. Mevani emasdan. Lekin gaplashsangiz hech kimda mendagi taqvo yo'q degan narsa turgan bo'ladi ichida. Mendagi kamtarlik, mendagi holat bunga birov chidolmaydi. Men qilayotgan ishni birov qila olmaydi degan narsa turadi. U o'zi ayni kibr o'zi. Zohirda haligi kamtarlik, lekin kibrning ustidagi kamtarlikda u. Kishi agar xumulga kirsa, yo'inki o'sha o'zini bir xumulga olsa ham, shayxning tarbiyasi maraz holatda bo'lsa, kasali ziyoda bo'lib chiqishi ham mumkin. Shuni ta'kidlayaptilar. Yana aytgan ekanlarki, xumul nima desa, isqotul manzilati indan nas va kitmanu sirril ulaya. Valilikni sirrini yashirish, odamlarning oldida o'zini tushirish. Aytgan ekanlar, shayximiz aytganlar deydi. Haqiqiy sodiq faqir, sodiq sufi mubohdan bo'lgan biror ozgina narsa bilan nafsini o'ldirib oladi. Ammo kazzob sufi bo'lsa, haromga tushadi, nafsini o'ldirmaydi degan ekanlar. Yana aytgan ekanlar shayxlari, bizni tariqimizda zuhurda ham xumul bor. Xumulda ham zuhur bor degan ekan. Ya'ni bizning tariqimizda al-xumulu fi zuhur. O'sha zohir bo'lib, bu yerdagi zohirlikdan murod odamlarning ko'ziga ko'rinish xolos emas. Xumuldan murod ko'zdan yo'qolish xolos emas deyapti. U xumuldan murod odamlarning orasida martaba olishni, o'zini martabasini yo'q qilish. Martaba kasb qilishni yo'q qilish. Mana shu xumul. Odamlarga aloqam yo'q. Odamlar nima bo'lsa bo'lsin, men nima bo'lsa, ya'ni odamlardan menga nima, mendan odamlarga nima. Menga nima buni qo'sa deysiz-ku? O'shda. Ha, odamlarning men bilan nima ishi bor? Meni odamlar bilan nima ishim bor? Xumulatga aloqasi. O'sha manzilasi yo'qligida odamlarning orasida.
o'zini bir martabaga egaman deb bilmayapti. Ha, odamlarning orasida manzilasiz bo'lish, o'rni yo'q deb bilish. Zo'r qista ekan. Abu Yazid Bastomiyning yonida yurgan bir kishi aytgan ekanki, u kishi bilan 30 yil birga bo'lgan ekan. Aytgan ekanki, men sizni majlisingizda men doim sizni tark etmayman hech ham. Va 30 yildan beri kunduzi ro'za, kechqurunlari ibodat qilaman. Shahovatlarni tark qildim. Ammo mana bu siz zikr qilayotgan ma'rifatlar menda hosil bo'lmaydi. Nimaga debdi? Ibodat qilaman, zo'r hammasi. Va siz yoningizda yuribman yana. Lekin menda sizdagi fathlar yo'q, sizdagi ma'rifatlar yo'q. Nimaga? Desa aytgan ekanlarki, bu odam aytibdi, men sizni hamma gapingizga ishonaman, lekin sizdagi narsa menda yo'q. Siz gapiryapsiz, ishonyapman, ammo o'zimdan chiqmaydi shuni sizga aytgan. Desa aytgan ekanlarki, Abu Yazid, agar 30 yil emas, 300 yil namoz o'qisang ham, sen mana shu men seni ko'rib turgan holatda bo'ladigan bo'lsang, men topgan narsadan bir zarra ham topolmaysan. Nimaga debdi? Desa aytgan ekanlarki, chunki sen nafsing bilan o'zingni to'sib olgansan. Nafsing seni to'sib qo'ygan. Buni davosi yo'qmi? Toyinki o'sha hijob to'siq ko'tarilsa-yu, sizdagi ma'rifat menda ham hosil bo'lsa-chi? Desa, bo'ladi. Lekin sen yo'li bor, dorisi bor, uni sen qila olmaysan. Aytaman, lekin qabul qilmaysan sen. Yo'q, qilaman, bajaraman dedi. Shunda u kishi aytdilarki, bo'ldi, bo'lmasam hozirroq hajjomga borgan. Qon oluvchiga hajjomga bordi. Borib sochingni, soqolingni qirdirgan. Va mana bu kiyimlarda hammasini yech. Bitta abo deymiz, oddiy enni o'rab, belingga lungi qo'yib ol. Bo'ldi. Va bo'yningga mana bu xurjunni ilasan. Uni yong'oqqa to'ldirib olasan. Keyin atrofingga bollarni yiqqin. Va ovozingni ko'tarib, voy bolalar, kim meni kelib shapaloq bilan bir ursa bitta yong'oq beraman deysan. Keyin ular kelib shu ishni qiladi. Keyin bozorga kirgin, qaysi bozorga? Odamlar seni hurmat qiladigan, hamma seni taniydigan, ulug'laydigan joylar bor-ku, hamma seni taniydigan bozor. O'shaga kirgin. Mana shu holatda kirib bording keyin, men aytgan holat. Shu holatda kirganda hamma seni taniganlar ko'rsin, majnun sifat yurganingni dedilar. Shunda haligi odam aytdiki, "Ey Abu Yazid, subhanalloh" deyordi. Deydi, menga o'xshagan odam shuna qila oladi, menga ham aytasizmi shuna gapni? Sal yengilroq narsa ayting dedi endi. Menday odamga ham aytasizmi shu? Deydi, subhanalloh degan gaping shirk bo'ldi. Chunki qana qilib shirk bo'ladi dedi u. U kishilarga chunki dedilar, sen o'zingni ulug'lading. Menga o'xshagan odamga ya subhanalloh deyapsan, o'zingni ulug'layapsan. U kishi aytdiki, Abu Yazid bor gapni aytaman, siz aytgan ishni qila olmayman. Bunga qodir emasman. Bundan boshqa bir chora ayting, o'shani qilay. Shunda Abu Yazid aytdilarki, men shundan boshlagan. Hamma ishdan burun birinchi shuni qilishing kerak. Hamma ishdan burun birinchi bo'lib o'zingni xo'rlab, odamlarning oldidagi martabangni tushirib olishing kerak. Bundan keyin boshqa narsalar senga nima yaroqli bo'ladi, nima seni isloh qiladi, undan keyin men aytaman. Undan keyin nima qilish kerakligini oldin birinchi o'zingni tushirib olganingdan keyin aytaman. U aytdiki, men bunga toqatim yetmaydi taqsir dedi. Shunda aytdilarki, Abu Yazid, sen boshida qabul qilaman devding. Amal qilaman devding. Mana qilmayapsan endi. Va ana a'lam an la matma'a li 'abdin fi ma hujiba 'anil 'ammati min asraril g'ayb hatta tamuta nafsuhu. Men aniq bilamanki, banda ommadan to'silgan g'ayb sirlariga voqif bo'lish uchun nafsini o'ldirmasa erisha olmaydi bunga. Nafsi o'lmaguncha boshqalardan to'silgan g'ayb sirlari hech kimga kashf qilinmaydi. Men buni yaxshi bilaman. Senga bu narsa ochilmaydi. Odamlarni avaidlarni, odamlarning gapi, ulardan keladigan, ya'ni qaytimlarni yirtmaguncha bo'lmaydi. Hayna edin tuqraqu lahul avaid va tadharu lahul fawaid. Shunda u kishi seni oldingi senga Alloh taolo foydalarini kashf qiladi. Allohdan keladigan narsalar shunda senga hosil bo'ladi. To'yinki nafsing bor ekan, senda hosil bo'lmaydi.